Kompot yopish ulgurmaganlar eng oddiy, oson usulini sizlarga ko'rsataman. Bemalol ishontirib ayta olamanki, bu usulda yopsanglar bittasi ham otmaydi. Hidsiz gella bilan bankalarni yaltillatib tozalab olamiz. Chunki bankani sterillamiz, quyosh issiqligida qizdirib olamiz. Shuning uchun bankalarni toza qilib yuvishinglar kerak. Men bu mas'uliyatni lam gellarga ishonib topshiraman. O'tgan yilgidan qolgan krishka dog'larini ham bittada ketkazadi. Bu bo'lsa doktor aktivi spreysi muz suvda yaxshilab chayib, oftuni tig'iga teskari qilib qo'yamiz. Bankalarimiz steril bo'lguncha mevalarimizni terib olamiz. Bog'imizda olchalarimiz g'arq pishgan payti borib hammasini terib keldik. Mevalarni muzdek suvda yaxshilab chayib olamiz. Olcha kompotini yopishga umuman qo'rqmasanglar ham bo'ladi. Chunki juda ham kamdan kam holatlarda otadi. O'zi mutlaqo otmaydi desak ham bo'ladi. Olchaga yoqimli ifor berish uchun mayda olmalardan ham qo'shamiz. Olmani ham yuvib tozalab, o'rtasidagi daniyalarni olib tashlamoqchi edim, butun qo'sha qolaylik deb qolishdi. Biza butun soladigan bo'ldik. Oftob tig'ida qo'l kiyar darajaga yetgan bankalarni olamiz. Bir kosadan olcha yoki shpankani solamiz. Olma mayda bo'lgani uchun 4-5 ta dona qo'shamiz. Va bir piyola shakar solib, qaynab turgan suvni quyamiz. Yopadigan krishkalarimiz oldindan qaynatilgan bo'lishi kerak. 1-2 daqiqa qaynatsak yetadi. Krishkalarni yopamiz va zakrivalkada 6 marotaba aylantiramiz. Qishga olib qo'yadigan eng oson va ishonchli kompot tayyor bo'ladi. Ishoninglar, bittasi ham otmaydi. Agar mabodo otsa, menga aloqaga chiqasizlar. Video yoqqan bo'lsa, yurajani qizartirib keting.